Bismillahirrahmanirrahim. Bu yerda İxlos surasining qasatlari yonida bayon bo'layotgan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali ibn Abi Talib radhiyallohu ta'ala anhu annahu qala sallallohu alayhi vasallam man qara'a qul huvallohu ahad ba'da salatil ghad 10 marratin lam yasil ilayhi zambun va in jahadahu shayton. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, kim shu qul huvallohu ahad surasini ertadan bomdod namozidan keyin 10 jol o'qisa, ava hech qanday gunohning eshigi ochilib aytganda, shayton qanchalik vasvas qilsin, qanchalik harakat qilsin, o'sha gunohning eshigi ochilib, o'sha gunohni qilib aytgan odam, gunohdan saqtalatganda. Innama sumiya suratul Ikhlas li'annaha tukhlisu qari'aha min shada'id ad-dunya wal akhirah wa sakratul maut wa zulmatul qabr wa ahwal al-qiyamah. Yani şu surani İxlos surasi deb ataldi. İxlos negizgi ma'nosi qutqaruvchi degan ma'nosida. Sebebi bu sura qutqarat o'sha o'qigan odamni. Kim shu İxlos surasini o'qisa, o'sha odamni bu sura qutqarat, dunyoning jamanliklaridan, oxiratning jamanliklaridan, qatu jam beruvdan, gördüğün qarang'iligidan, qiyomatdagi qo'rqinchlardan baridan qutqaradi. Andaqdan shu Qul huvallohu ahad surasini doim o'qib yursak, shunday qattiqliklardan bu sura qutqaratgan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu, anin Nabi sallallohu alayhi vasallam qala man qara'a suratal Ikhlas marratan fa ka'annama qara'a sulsal Qur'on. Janob Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgan, kim shu Ikhlos surasini bir jol o'qisa, Kur'an'dan 3'ten 1 bölüm okuyan salık soğulat. Eğer 3 yol okusa, Kur'an'dan bardığını okuyanda soğulatken de. 2 yol okusa, Kur'an'dan 3'ten 2 esesini okuyanda olatken, 3 yol okusa, Kur'an'dan başından ayağa çeyin okuyanda soğulatken de. Bunda etkende, Kur'an'da kim İxlos suresi 3 yol okusa, Kur'an kat kılganda soğulatken. Aman qara'a 10 maratin banallahu ta'ala lahu bayta fil jannah min yaqutin hamra'a. Alemi kim 10 jol o'qisa, Alloh taolo o'sha odamga 5 dan qizil jaqut toshdan bir cho'ng saroy qurib bergan. Qolna Rasululloh sallam kuntu akhshal azaba ala ummati bil-layli wan-nahari hatta ja'a Jibril alayhi vasallam bi surati qul huvallohu ahad. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, men doim shu ummatim yonida qo'rqib yuradilar. Kuni o'yin shundalar. Men ummatim qiyomat kuni qanday bo'ladi, dozoqdan qanday qutuladi deb shu qon bilan yuradilar. Ana Jibril alayhisalom